yoki men o'sha pulga qarab qolgan deb o'yladinglarmi? U yordam menga emas edi. Meni bola chaqamga emas edi. U yordam sizlarga edi, O'zbekiston xalqiga edi, O'zbekiston chorvadorlariga edi aslida. Lekin biron bittanglar buni jiddiy qabul qilmadinglar. O'zbekistonda chorvachilikni ahvoli juda ham xarob ahvolga tushib qolgan. Bu narsani necha yildan beri davlat rahbariyati ham takror va takror gapiradi. Veterinariya qo'mitasi ham bu narsani ketidan necha marta murojaatlar qildi. Lekin nima bo'ldi? Bu narsaga hech kim qiziqish bildirmadi. Chorvamiz o'sha 5 yil oldin qanaqa holatda bo'lsa, o'sha holatda. O'zgarish yo'q. Shu narsani o'ylab chet eldan chorva olib kelishdan oldin ana o'sha chet eldan chorva kelishiga xalq muhtojligini his qilish kerak degan to'xtamga keldim. Ya'ni odamlar haqiqatan ham yangi qon olib kelishimiz kerak deb tushunish kerak. Nimaga? Chunki hozir siz chet eldan yangi qon olib kirganingiz bilan uzoq o'lkalarimizda qo'y boqadiganlar ana o'sha podalariga yangi qon qo'shmaydi. O'zini eski qonni ushab, to'xta men qonini buzib qo'ymay deb turib boshqa qo'chqorlar qo'shmaydi. Vaholanki u qoni buzilib bo'lgan, lekin u buni his qilmaydi. O'sha his qildirish uchun yagona yo'li O'zbekistonning 12 ta viloyatida ko'rgazma o'tkazish deb bir to'xtamga keluvdi. Bu ko'rgazmalar tashkillashsa, biz O'zbekistondagi qo'ylar qanaqaligini his qilamiz. Hamma ko'radi, mana qanaqa qo'y. Chunki hamma o'zini qo'rasida turgan qo'yni maqtaydi. Qachonki o'sha qo'y davraga chiqib turib, boshqa qo'ylar bilan bir qatorda tursa, o'shandagina tan olishi mumkin. Aynan o'shaning uchun biz butun O'zbekiston bo'yicha ko'rgazmalar tashkil qilishimiz kerak. O'zbekiston 12 ta viloyatida deb undan avvalgi videolarda ham aytuvdim. Chunki O'zbekistonning 12 ta viloyatida mana shunaqa ko'rgazmalar bo'lgandan keyin ana o'sha ko'rgazmalarda har bir viloyatda birinchi, ikkinchi, kerak bo'lsa 3-o'rin olgan sovrindorlari hammasini poytaxtda yig'ib turib markaziy ko'rgazmani o'tkazsak, ana o'shanda O'zbekistonda kim g'olib, kim birinchilikni qo'lga kiritadi, o'shani ko'rgan bo'ladi. Va hamma tomosha qilib turib, o'shanda hamma his qilardi O'zbekistondagi chorvachilikni holatini. Esinglardanmi avval nima bo'lardi? Har bitta xonadonda kamida 2 ta qo'y bo'ladi. Hozirchi? Hozir xonadonda qo'y boqmaslikning asosiy sababi qoni buzilgan qo'ylar yaxshi o'zgarmayapti. O'zgarsa ham yog' bosib ketyapti, ularni qassoblar olmayapti. O'shaning uchun biz Qirg'izistondan qo'ylar olib kelardik. U qo'ylarni mana ko'ryapsizlar-ku. Shunaqa katta bu 1 yilda shunaqa devdek bo'lib ketyapti. Qancha odamlar menga qo'ng'iroq qilib turib, meni duo qiladi, rahmat deb. Boshida qo'rqib hamma ustimizdan kuldi, sizdan qimmatga oldik deb. Lekin uni o'zgarishini ko'rib, lol qolishdi deb ko'pchilik menga telefon qiladi. Ana o'sha narsani tushuntirish uchun men ko'rgazmalar tashkil qilish kerak degan edim va o'sha ko'rgazmalarni o'tkazish uchun pul yig'moqchi edim. Lekin bu menimcha sizlarga ham kerak emas ekan shekilli. 5000 so'm tushdi. Tasavvur qilinglar. Kechadan beri men bu narsani ko'rib turib, men qoyil qoldim. Men bu yerda nechta odam, "Aka, men sizdanmiz, qo'llab-quvvatlaymiz. Aka, gazini bosing" deb nechta odam chiqdi. O'sha chiqqanlar bor-ku, 1 so'm pul tashashma. Qoyili. Hozir mana qaranglar nima bor. Buxoroda bitta ko'rgazma o'tdi. Ana Xudo xolasa 18-da Samarqandda bitta ko'rgazma bo'ladi. Ular faqat Hisor qo'ylari uchun ekan. Boshqa qo'ylar borsa bo'lmaydimi? Yo'q deyish. Ko'rgazmadan murod bor. O'sha maqsad murodga to'g'ri kelmayapti-yu. Ko'pchilik mendan so'ra, "Borasizmi?" deb. Xudo xolasa boramiz. Va shu gaplarimizni takror gapiramiz. Lekin sizlarga kerak emas ekan mana. Kerak deb yozdinglar-ku. Kerakligini keltirib beringlar.